Assalomu alaykum. Bugun sizlarga kayfiyatingizni a'lo darajaga ko'taradigan juda qiziq bir latifa aytib bermoqchiman. Tayyormisiz? Unda yaxshilab eshiting. Bir kuni maymun sherning do'koniga kirib, hamma tovarlarning narxini so'ray boshlabdi. Bu nech pul? Bu-chi? Sher sabr bilan aytsa ham, maymun yana so'rayveribdi. Yana. Sherning jahli chiqib, "Hoy, puling yo'qmi? Yoki o'g'irlik qilmoqchimisan?" debdi. Maymun qo'rqib, "Kechiring sher aka, rostini aytaman" debdi. Sher hayron bo'lib, "Xo'sh, aytchi" debdi. "Do'stim, agar sizni 1 soat gapga tutsam, 100 ming beraman" degandi. "Hozir esa sizni uyga ketadigan vaqtingiz bo'lsa kerak." Sher: "Men hali uylanmaganman-ku, sen uyingga yugur" debdi. Maymun so'kinib, o'kdek uchib chiqib ketdi.